bugungi kundagi mavzumiz ham biroz falsafa, biroz psixologiya, biroz sotsiologiya bo'lib, men aytmoqchi bo'lgan narsam bu videoda sizlarga qisqagina qilib, xuddi shunaqangi avlodlar silsilasida o'zidan keyingi avlodga, naslga bular o'zini bilimini berishadi. Shu bilan birga o'zlarini fikrlarini bosim qilib ham o'tkazishadi. Bu haqida o'rganilgan maqola bor, sotsiologlarda oxirgi paytdagi maqola. Shu 24-25 ta chiqqan maqola bor. Shunda jamiki avlodlarni, ya'ni jamiki deganda Ikkinchi jahon urushidan keyingi avlodlarni, butun dunyodagi avlodlarni bular guruhlagan va o'zaro bularni bir-biriga, o'zidan keyingi naslga fikriy bosimini baholab chiqishgan. 1946-yildan hozir ekranlangan beriladi. 64-yilda orasida tug'ilgan baby boomerlar avlodi deyiladi. Baby boomerlar avlodi qanaqa xususiyatga egaligini internet orqali o'qib olsalaring bo'ladi. Bular asosiy manbani faqatgina kitob, radio, televizor orqali bilinadi. 97-yildan 2012-yilda orasida tug'ilgan insonlarga Z avlod deyiladi. Xuddi shu baby boomerlar hozirgi kunda o'zidan keyingi avlodlarga o'zini fikrini 90% gacha o'tkazdirib, o'zini aytganini qila olar ekan. Lekin keyingi X avlod, Y avlod, Z avlodlarga bularning ta'siri borgan sari kamayib borar ekan. Z avlod bular ko'proq texnologiya bilan oshino, tez texnologiyani o'rganadigan, yangilikdan tez xabardor bo'ladigan, ba'zi narsalarni raqamlashtirishga tez ko'nikkanligi uchun va ilm manbaini faqatgina nashrdan chiqqan kuni eskirgan degan kitobdan foydalanmaganligi uchun baby boomerlar tarafidan qo'pol qilib aytganda qahr g'azabiga uchraydi. Ya'ni ko'chada eshitgansizlar, hozirgi yoshlar aynib ketdi deydi. O'zimizdan keyingi naslga buni o'rgatish bilangina najot topadi xolos. Tibbiyotimiz ham, boshqa sohamiz ham qutulish yo'li shu. Shuning uchun hammani o'qishga, intilishlikka taklif qilaman va o'zimizdan kattalarni fikrlariga quloq solaylik, lekin qaror chiqarayotgan paytimizda albatta butun o'sha dunyodagi rivojlangan mamlakatlarda ham fikrlarini inobatga olishligini tavsiya qilaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.